gaplashib oldingmi? Azizim bas. Yoqdimi? Bilasiz, ko'nglimda eng yaxshi ish qoldi. Yaxshi. Xo'sh, nima gaplar? Nimaga o'qishga bormading? O'qishga borgim kelmadi. Opa yaxshimi? Yarashib oldinglarmi? Janjal qilyapsizlarmi? Yo'q. Opamni ko'rsam, asabim buziladi. Negadir janjal qilgim keladi. Negadir oxirgi payt juda ham ko'p janjallashyapmiz. Jamol aka, bilasizmi, opamni juda ham yaxshi ko'raman. Birga ovqatlar, shirinliklar pishiramiz. Hozir esa butunlay boshqa insonga aylanganmiz. Xuddi begonalarga o'xshaymiz. Hozir opangga juda qiyin edi. Sen uni tushunishga harakat qil. Sen ham axir qiz bolasan. Opang ichidan nimalar o'tayotganligini his qila olasan. Opang bilan o'tirib bir gaplashib ko'rdingmi? Yo'q. Dadam rahmatli olamdan o'tganlaridan beri hali tuzuk gaplashganimiz yo'q. Faqat janjallashyapmiz. Bilasizmi, bolaligimizda dadam ishdan kelsalar, opam bilan yugurib borib dadamni quchoqlardik. Dada, bizga nima olib keldingiz deb erkalanardik. Dadam esa bizga cho'ntaklardan shirinlik chiqarib berardilar. Ikkalamizga har doim bir xil narsa olib kelardilar. Bir kun dadam ishdan kelishlarida bizga chiroyli o'yinchoq olib keldilar. Ikkalamizniki ikki xil edi. Menga esa opamniki ko'proq yoqib qoldi-da. Menga bering deb tortishdi. Opam esa yo'q dadam, menga berdilar deb tortishdilar. Keyin esa men o'shanda yig'lab janjal qildim. Opam yonimga kelib o'yinchoqni menga uzatdi. Mayli, sen o'ynay qol dedilar. Bunisini esa menga berdilar. Men esa yo'q. Ikkalasini ham men o'ynayman. Dadam menga olib kelganlar deb to'polon qildim. Har kuni o'sha damlarni eslab sog'inyapman.